Xalq deputatlari kengashlarining faoliyati tobora takomillashib bormoqda. Mahalliy vakillik organlari funksiyalarining kengayishi islohotlar samaradorligini oshirishda katta rol o'ynamoqda. Dolzarb masala va muammolar mahalliy kengash deputatlari diqqat e'tiborida bo'lmoqda. Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi 22-sessiyasi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Sessiyani xalq deputatlari viloyat kengashi raisi Solijon Mo'minov olib bordi. Unda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, viloyat kengashi deputatlari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, korxona, tashkilot va boshqarmalar boshliqlari, siyosiy partiyalar viloyat kengashi raislari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Dastlab sessiya kotibi kun tartibi va ish reglamenti tasdiqlab olindi. Shundan so'ng kengashning mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi doimiy komissiyalarda ko'rib chiqilgan va ushbu sessiyaga kiritilgan masalalar bo'yicha ma'lumot berdi. So'ngra viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarining viloyat byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish, byudjet xarajatlari samaradorligi ustidan tizimli nazorat o'rnatish maqsadida mahalliy byudjetning samarasiz, past samarali xarajatlarini maqbullashtirish hamda maqbullashtirilgan mablag'lar hisobidan yo'naltirish, shuningdek viloyat byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi axboroti tinglandi. Qayd etilgandek, Namangan viloyatining viloyat byudjeti daromadlarining 2026-yil birinchi hisobot chorak yakuni bo'yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilishi hisobidan 76,3 milliard so'mni tashkil qilgan. Jumladan viloyat byudjetida 24,4 milliard so'm, tuman va shaharlar byudjetida 51,9 milliard so'm qo'shimcha manbalar shakllandi. Ushbu mablag'lar bir qator maqsadlar va loyihalar uchun yo'naltirilayotgani ta'kidlandi. Ushbu kengash qaror loyihasida birinchi chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan aniqlangan mablag'larni yo'naltirish bo'yicha bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Bunda asosan viloyat byudjetida birinchi chorak daromadlar rejasi 76 milliard so'mga oshirib bajarilgan bo'lib, bundan 24,4 million so'm viloyat byudjetida shakllangan. Ushbu qo'shimcha manbalarni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatdagi byudjet muassasalari tomonidan qilingan murojaatlarga asosan mablag'lar yo'naltirildi. Shuningdek, ushbu sessiyada byudjet mablag'laridan past samarali shtatlar, past samarali xarajatlarni maqbullashtirilgan mablag'lardan tegishli byudjet muassasalarini xarajatlariga yo'naltirish yuzasidan masalalar ham ko'rib chiqildi. Sessiyada 2026-yilning 4 oyi davomida ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlari va kelgusidagi ustuvor vazifalari to'g'risida Ijtimoiy himoya milliy agentligi Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'ining hisoboti eshitildi. Ta'kidlangandek, bugungi kunda viloyatdagi 754 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida og'ir ijtimoiy vaziyatga tushgan oilalar bilan ish olib boruvchi 752 nafar ijtimoiy xodimlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. 2026-yil 1-may holatiga viloyatda 86,969 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolar bo'lib, shundan 12,978 nafarni bolalar, 6,689 nafarni birinchi guruh, 59,352 nafarni ikkinchi guruh, 7,950 nafarni uchinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar tashkil etadi. Joriy yil boshidan nogironligi bo'lgan shaxslarning 3,162 nafariga birlamchi va 7,650 nafariga qayta nogironlik belgilanib, 143 nafari to'liq va 928 nafari qisman reabilitatsiya qilindi. 2419 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar protez, ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan ta'minlandi. Sessiyada 2026-yilda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatli yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritani tasdiqlash haqida, shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan 8 ta tezyurar elektropoyezd xarid qilish loyiha konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida Namangan viloyatida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarida suv ta'minotini yaxshilash, yangidan o'zlashtirish va qayta foydalanishga kiritishga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash hamda viloyat prokuraturasining 2026-yil 14-maydagi taqdimnomasi muhokamasi yuzasidan boshqarma va tashkilotlar mutasaddilarining hisoboti tinglandi. Sessiyaga kiritilgan masalalar aynan doimiy komissiyalarda 2 kun oldin ko'rib chiqilgan edi. Byudjetdagi qo'shimcha mablag'larni taqsimoti ko'rib chiqildi. Qayerdagi mablag'lar ajratilayotgani. Bundan tashqari ijtimoiy himoya
agentligini mana shu 4 oy davomida amalga oshirilgan ishlarni hisobotini eshitdik. Protezlash bo'yicha, mana shu aholini protezlash bo'yicha ta'minoti qanaqa bo'ladi? To'g'ri, har bir inson o'zi tanlagan joydan protezlarni olishi mumkin. Chet eldan keladigan protezlarning narxi kattaligi uchun ko'p aholi uni sotib olishga qurbi yetmaydi. Shuning uchun biz mana shu protezlashni kengaytirib, aholini o'zimiz ta'minlaylik. Mana shu masalani ham kiritildi. Sessiya yakunida deputatlar tomonidan ko'rilgan barcha masalalar yuzasidan qarorlar tasdiqlandi. Shuning bilan xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining 22-sessiyasi o'z ishini yakunladi.